Biz hozir Samarqandning yuragi bo'lmish Registon majmuasidagi Ulug'bek madrasasi oldida turibmiz. Madrasaning peshtoq qismiga e'tibor bering. Toshkentdagi Islom sivilizatsiyasi markazining kirish qismi ham Ulug'bek portali deb nomlanib, aynan mana shu madrasaning peshtoq qismi namunasi asosida qurilgan. Buning o'ziga xos ramziy ma'nosi bor, albatta. Bularni sizga bejizga aytmayapmiz. Bugun biz sizga mana shunday ilm-ma'rifat sohasidagi bunyodkorliklar asoschisi, san'at va madaniyat homiysi, buyuk sarkarda Amir Temur haqida hikoya qilamiz. Xorijlik mutaxassislar tomonidan ulamolar ovchisi deya ta'riflangan buyuk sarkarda o'z saltanatida eng porloq aql egalarini birlashtirib, ikkinchi Renessans davri uchun tamal toshini qo'ygan edi. Amir Temur nafaqat zafarli yurishlar sohibi, balki ilm-fan, madaniyat va adolatni davlatchilikning bosh mezoni deb bilgan ma'rifatparvar davlat arbobi ham edi. 1336-yilning bahorida Kesh yaqinidagi Xo'ja Ilg'or qishlog'ida Sohibqironning tug'ilishi butun dunyo tarixida yangi sahifa ochdi. Uning yoshligi shiddatli kurashlar, harbiy mashg'ulotlar va ilm-ma'rifatga bo'lgan cheksiz ishtiyoq og'ushida kechib, bu esa uning kelajakdagi buyuk strategik tafakkuriga zamin yaratdi. U asos solgan davlat Atlantika okeanidan Xitoy devorlarigacha bo'lgan hududda tinchlik va iqtisodiy yuksalishni ta'minlagan Buyuk Ipak yo'lining xavfsizligini qayta tikladi. Amir Temur uchun to'g'ri e'tiqod hamda ilm-ma'rifat davlatning ma'naviy qanoti edi. Sarkarda Temur tuzuklari asarida davlat ishlarining 9 ulushini kengash va tadbir, qolgan bir ulushini qilich bilan amalga oshirdim deb bejiz aytmagan. Sarkarda har bir fath etgan o'lkasidan avvalo kitoblar va olimlarni olib kelgan. Amir Temurning ilmga bo'lgan muhabbati uning bunyodkorlik falsafasida ham aks etgan. U qurgan har bir madrasa, har bir masjid ilm-fan uchun qo'yilgan haykal edi. Chunki Amir Temur faqat ilm va ma'rifat ustiga qurilgan davlatgina mustahkam asosga ega bo'lishini yaxshi bilardi. 1405-yilda vafot etgan Sohibqiron Amir Temur o'zi barpo ettirgan maqbaraga dafn etilgan. Hozirda Registon majmuasi yaqinida joylashgan Go'ri Amir maqbarasi atrofida dastlab madrasa va xonaqoh ham bo'lgan. 1403-yilda Sohibqiron Amir Temur buyrug'iga ko'ra suyukli nevarasi Muhammad Sulton qabri uzra qurila boshlangan maqbara vaqt o'tishi bilan Temuriylar sulolasining asosiy xilxonasiga aylandi. Bu yerda nafaqat buyuk Sohibqiron, balki uning ustozi Mir Sayyid Baraka, o'g'illari Shohruh Mirzo va Mironshoh hamda Temurning olim nabirasi Mirzo Ulug'bek mangu qo'nim topganlar. Bu maskan ziyoratchilarni o'sha davr ruhiyati va sirli olamiga yetaklaydi. Bugungi kunda ham ushbu obida o'zining moviy gumbazi va ilohiy sukunati bilan insoniyatni o'tmish saboqlari haqida mushohada yuritishga chorlab keladi. Bismillahirrohmanirrohim. Hal ata alal insani hinun minad-dahri lam yakun shay'an mazkura. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bibi Xonim masjidi Samarqand shahrining turli nuqtalaridan bo'y ko'rsatib turuvchi shaharning eng mahobatli masjidi hisoblanadi. Me'moriy obida Amir Temur buyrug'iga ko'ra suyukli ayoli Saroy Mulkxonimga atab qurilgan. Masjid hovlisida toshdan yasalgan mana bunday bahaybat lavh o'rnatilgan bo'lib, bu lavh Amir Temurga atab Hattot Umar Aqto tomonidan ko'chirilgan Qur'oni Karimning ulkan nusxasi uchun yasatilgan edi. Qur'oni Karimning mazkur nusxasi namunasi bilan O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazida tanishishingiz mumkin.
Afsuski, yurtimiz tarixining 20-asri ajdodlar merosi va ko'plab qadriyatlarimizning oyoq osti qilinishi bilan kechdi. Sovet mafkurasi uchun Amir Temur shaxsi xavfli edi. Chunki o'z tarixidan faxrlangan xalqni bo'yin egdirish qiyin ekani barchaga ma'lum haqiqat. Shu bois mustamlakachilar Temurni madaniyatsiz, yirtqich qilib ko'rsatishga zo'r berdilar. Bir kechada savodsiz deb e'lon qilingan o'zbek millati o'z ajdodini mustamlakachilar yozib bergan darsliklardan taniy boshladi. Bu millatning xotirasini o'chirishga bo'lgan urinish edi. Shukrki, bu uzoqqa cho'zilmadi. Mustaqillik davrida tarixiy haqiqatlar tiklandi. Amir Temurning ilm-fan va madaniyat homiysi ekanini ko'rsatuvchi fakt va hujjatlar asosida tarixning chang bosgan sahifalaridan haqiqat quyoshi chiqdi. Poytaxtimizdagi Temuriylar tarixi davlat muzeyi. Ko'pchiligimiz Amir Temurni faqatgina zabardast lashkarboshi sifatida bilamiz. Sohibqironning ilm-fan va madaniyatga qo'shgan hissasini, ya'ni Temuriylar renessansining asl qiyofasini mana shu maskanda ko'rishimiz mumkin. Xattotlik san'ati, me'morchilik mo'jizalari, astronomiyadagi ilk qadamlar. Bu yerdagi har bir osori atiqa dunyoni lol qoldirgan tafakkurning tirik isbotidir. 1996-yilda ochilgan ushbu maskan oradan 30 yil o'tib, yana bunyodkorlik maydoniga aylandi. Prezidentimizning 2026-yil 5-fevraldagi buyuk davlat arbobi va sarkarda Amir Temur tavalludining 690 yilligini keng nishonlash to'g'risidagi qarori asosida muzey binosi to'liq rekonstruksiya qilinib, ekspozitsiyalari mazmuni yangilandi. Ushbu muzeyda nafaqat tarixni varaqlashimiz, balki taraqqiyotimizning ildizlari qayerdan suv ichganini anglashimiz mumkin. Temuriylar tarixi davlat muzeyi o'tmishi shonli, kelajagi ulug' bo'lgan millatning o'z ajdodlariga hurmati, qadriyatlariga sadoqati ramzidir. Biz olim va avliyolar, ilm va irfonga homiylik qilgan sarkardalar haqida faxr bilan gapirar ekanmiz. Aziz tomoshabinga bir haqiqatni yetkazishni istaymiz. Yaratgan har bir bandasiga shunday salohiyat va iste'dod in'om etganki, bu salohiyat xolis niyat va ezgulik yo'lida sarf etilsa, bittagina shaxs butun boshli tarix yozishi, butun boshli millatning ravnaqiga hissa qo'shishi mumkin. Nafaqat o'zi, balki boshqalarning ham ikki dunyosi obod bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Asrlar davomida dunyo xalqlari tilidan tushirmayotgan Imom Buxoriyga ham, Imom Moturudiyga ham, asrlarga tatigulik islohotlar sohibi Amir Temurga ham, Mirzo Ulug'bekka ham sizu bizga berilgan 24 soatdan iborat kunlar berilgan edi. Shunday ekan, buyuklarimizning hayotidan o'rnak olaylik. Bebaho hayot lahzalarimizni arzimagan narsalarga sarflamaylik. Doimo ilm va yuksalish yo'lidan yuraylik.